Qur'oni Karim va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sunnatlaridagi ilmiy mo'jizalar haqida. Amerika Qo'shma Shtatlari Milliy fazogirlik markazi xodimi professor Armstrong bilan bo'lgan uchrashuv haqida. Mavzu temir moddasi va osmon haqidadir. Ulamolar professor Armstrong bilan uchrashib, unga o'z mutaxassisligiga oid Qur'oni Karim oyatlari va hadisi shariflarni ma'nolarini tushuntirib berib, bir necha savollar bergan. Shunday savollardan biri temir qanday paydo bo'lgan degan ma'noda bo'lgan. Shunda professor Armstrong aytganki, men sizlarga temirni yoki yer yuzidagi barcha unsurlarni qanday paydo bo'lganligini gapirib beraman. Buni biz ilmiy kashfiyot sifatida, sobit bir haqiqat sifatida kashf qilganmiz. Balki meni o'zim bu borada bir necha tajribalar o'tkazib, mana sizlarga hozir aytib beradigan narsalarni hammasini isbot qilganman. Xo'p, bir qancha unsurlar jamlanib, elektronlardan, protonlardan iborat bo'lib, ana sekin-sekin zarraga aylanadi va ana shu shaklda narsalar yuzaga keladi. Lekin har bir unsurni bir-biriga qo'shilishi, harakatlanishi uchun unga bir quvvat kerak, energiya kerak. Biz bir ya'ni zarra, ya'niki temirni atomi paydo bo'lish uchun qancha energiya kerak bo'lishini hisoblab chiqdik. Hisoblab chiqsak, bir zarra temir paydo bo'lishi uchun quyosh majmuasidagi bor energiyaga dan ko'ra 4 marta ko'proq energiya kerak bo'lar ekan. Ya'niki yerni energiyasi ham, quyoshni energiyasi ham, oyning energiyasi ham, zuhalni energiyasi ham, boshqalarni, mushtari va boshqalarni hammasini to'plab kelganda ham bir zarra temir paydo bo'lishi uchun ularni kuchi yetmas ekan. Bir zarra temir paydo bo'lishi uchun quyosh sistemasiga o'xshash 4 ta sistemani quvvatini, energiyasini qo'shgandagina ularni hammasi bir zarra, ya'niki temirni bitta atomi paydo bo'lishi uchun yetishi mumkin ekan. Mana bu narsani biz bildik. Shuning uchun ulamolarni e'tiqod qilishlaricha temir juda ham g'aroyib bir unsur hisoblanadi. U yer yuzida paydo bo'lgani yo'q, balki u yerdan boshqa tarafdan demak nozil bo'lgan deb tushunamiz degan fikrni aytdi. Shunda ulamolar Alloh subhanahu va taoloning Qur'onidagi hadid, temir deb atalgan suradan bir oyatni o'qib berdilar. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Va anzalnal hadida fihi ba'sun shadidun va manafi'u lin-nas. Va biz temirni nozil qildik, tushirdik, deydi Alloh taolo. Unda juda shiddatli quvvat bor va odamlarga manfaatlar bor. Demak, Alloh subhanahu va taolo yer yuzida temirni yaratdik demayapti. Paydo qildik demayapti. Qo'shib bir narsalarni aralashtirib vujudga keltirdik demayapti. Balki biz temirni nozil qildik deyapti. Xuddi mana shu so'zni Qur'on nima, payg'ambar alayhisolatu vassalom kimlar, islom nimaligini bilmagan, bu borada dunyoni ko'zga ko'ringan olimlaridan bo'lgan kishilar ham demak temirni katta parchalari emas, balki bitta atomi, ko'zga ko'rinmas zarrasini paydo qilish uchun ketadigan quvvat quyosh sistemasiga o'xshagan 4 ta sistemaning barcha quvvatlarini yig'ishtirgandagina shu bir zarra temirni paydo qilishiga
yetishini aytib o'tib, bu yer yuzida paydo bo'lgan narsa emas, buni paydo qiladigan kuch ham yo'q. Bu faqat demak boshqa yoqdan nozil bo'lgan, tushgan narsa bo'lishi mumkin degan xulosaga kelishgan ekan. Ana buni Qur'oni Karim bundan 1400 yil oldin oyat sifatida tushirib hammaga e'lon qilib qo'ygan ekan, lekin odamlar buni haqiqiy ma'nosini tushunmay yurishgan bo'lgan. Hozirda esa ilm taraqqiy etib bu narsani ma'nosi tushunilib turibdi. Mana shuning o'zi ham Qur'on haqiqiy ilohiy kitob ekanligi, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam haqiqiy payg'ambar ekanliklari, islom haqiqiy ilohiy dinu, kishilar shunga yurishlari lozimligini ko'rsatadi. Keyin ulamolar Armstrong janoblariga savol berib, mana shu ko'zimizga ko'rinib turgan osmonni teshiklari yoki yoriqlari bormi, yorilgan joylari deganda Armstrong janoblari yo'q. Sizlar fazo ilmini batamom kavun deb atalgan, ya'ni far'i sho'basi bo'yicha gapiribsizlar. Bu ilm yaqingacha ma'lum emas edi, yaqinda paydo bo'ldi. Misol uchun fazodan bir nuqtani olib, undan o'sha nuqtadan boshlab bir ma'lum masofagacha yurib borsang, undan keyin ikkinchi tarafga yursang, shu ikki tarafdagi narsalarni hammasini taroziga solib tortganda vazni bir xil chiqadi. Chunki hamma taraf bir xil. Hamma taraf juda ham daqiqlik bilan vazni teng bo'lishi uchun demak tuzilgan. Agar ularning vazni bir oz o'zgarsa, ana o'shanda osmonda yoriqlar paydo bo'lishi yoki teshiklar paydo bo'lishi mumkin. Bo'lmasa undan boshqa hech qanaqa narsa bo'lishi mumkin emas degan. Ana shunda ulamolarimiz Armstrong janoblariga Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimidagi Qof surasidagi quyidagi oyatni o'qib berishgan. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Afalam yanzuru ilas samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Ular o'zlarining ustilaridagi osmonga nazar solmaydilarmi? Biz uni qandoq bino qilibmiz, qandoq ziynatlabmiz va unda hech bir teshik qo'ymabmiz. Ana Alloh subhanahu va taolo hozirgi zamon ulamolari osmonni tekshirib, uni teshigi yoki yorig'i yo'qligi, undagi har bir bor narsani vazni va hamma tarafdan bir xil bo'lishi sozlab qo'yilganligini bilishgan ekan. Bu haqiqatni Qur'on bundan 1400 yil oldin aytib isbot qilib qo'ygan ekan. Albatta, ana shuni demak qilgan Qur'on ilohiy kitobdir. Uning egasi bo'lgan Muhammad alayhisolatu vassalom Allohning payg'ambaridir. Islom esa Allohning dinidir. So'ngra ulamolarimiz Armstrong janoblaridan mana bu kavunni chegarasiga yetib boradimi, chekini bilib bo'ladimi degan savolni so'raganda yo'q. Biz bu narsani ya'ni kavunni, borliqni, osmonni chetini o'rganish uchun, unga yetish uchun harakat qilyapmiz. Qanchalik asboblarni demak yasab chiqaryapmiz. O'sha asboblar uchun ila nazar solganimizda yangidan yangi yulduzlarni ko'ryapmiz, yangidan yangi ajoyib bir holatlarni ko'ryapmiz, lekin osmonni chegarasi ko'rinay demaydi degan ekan. Ana shunda ulamolarimiz unga Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimidagi Mulk surasida kelgan quyidagi oyatni o'qibdilar. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Va laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha va ja'alnaha rujuman lish-shayatin. Albatta biz bu dunyo osmonini chiroqlar, ya'ni yulduzlar bilan ziynatlab qo'ydik va ularni shaytonlar uchun otiladigan toshga aylantirib qo'ydik. Mana bu demak yulduzlar osmon uchun, dunyo osmon uchun ziynatdir degan gapni demak aytilgan
va bu ma'noda tushunishi lozim bo'lgan narsa aytib o'tilgan. Nima uchun kavunni, borliqni, osmonni nihoyasiga yetib bo'lmaydi? Bu savolga aytyaptiki, demak biz teleskop qilyapmiz, boshqa qilyapmiz, mumkin emas, yangidan yangi narsalar chiqyapti, deyapti. Ana shu teleskoplari ham, ko'zlari ham ojiz qolganligini aytyapti. Bu ham Mulk surasida aytib o'tilgan. Auzubillahi minashaytonirrojim. Farji'il basara hal tara min futur, thumma irji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ya'ni ko'rishni, osmonga nazar solishni yana qaytadan bir qara. Qarachi, biror kamchiligi bormikin? Yana qaytadan bir nazar sol. Yana karra marra nazar sol. Sani o'zingni ko'zing noumid bo'lgan holda o'zingga qaytib keladi. Uni orqasidan demak bir yerga bora olmaysan, nihoyasini ko'ra olmaysan, kamchiligini ham topolmaysan degan Alloh subhanahu va taolo bu Qur'oni Karimda. Demak bu narsalar hammasi olimlarni qilayotgan kashfiyotlari Qur'oni Karimni haq ekanligini tasdiqlab kelmoqda. Mana bu savollarni berib, ularga Armstrong janoblaridan javob olgan ulamolar aytayaptiki, demak gap shundoq ekan. Mana shu gaplar kelgan 1400 yil oldin bo'lishi mumkinmi deganda yo'q, bu narsa bo'lishi mumkin emas. Men bu narsani hozir sizlarga aytib bera olmayman, lekin buni aql ko'tarmaydigan bir narsa, nihoyatda qiziq bir narsa degan ma'nolarni aytib, Qur'onni haq ekanligini e'tirof qilgan va bu bilan demak falakiyot ilmi ulamolarini bilgan narsalari ham Qur'onda borligi, ularning izlanishlari ham, ilmiy ishlarining natijalari ham Qur'on haq ekanligi, Alloh taolo tomonidan tushirilgan kitob ekanligi, Muhammad alayhisolatu vassalom haq payg'ambar ekanliklari, islom dini haq din ekanligini ko'rsatib turibdi. Mana bu narsani hammadan ham avval mo'min musulmonlar yaxshiroq tushunishlari, bu dinga e'tiqod va amal qilishlari va boshqalarga ham tushuntirishlari lozim.